Assalomu alaykum. Hurmatli Prezident Shavkat Miromonovich. Mana bugun sizga murojaat qilib chiqayapman. Buning sababi mana shu elektr energiya cheklovi kiritgani bo'layapti. Bir kunda 3 soat o'chirib qo'yyapti. Elektrdan to'g'ri foydalana olmayapmiz, lekin pulini oldindan to'lab qo'yganmiz. Chetga sotgancha avvalambor xalqni ta'minlab qo'yish kerak edi. Xalqdan ortib qolsa keyin sotish kerak edi. Hali Afg'oniston, hali Tojikistonga sotib xalqni bitib qiynamaslik kerak edi. Bu Mirzo Mahmudov deganingiz energetika vaziri yozi bilan soyani qo'yuvini bermayin, bir mini elektr stansiyalar qo'yib ishlab chiqmasdan mana qish kelganda endi svetni o'chirib o'ynab yotdi. Bunga bir nima ko'rish kerak? Xalqni bunday qiynamayin. Qachongacha bu xalq qiynalib yashaydi? Tuman markazlari, shaharlar yoqib qo'yadi-da. Qishloqlarni svetini o'chirib xalqni qorong'iga qoldiryapti. Bir chora ko'ring, o'rtoq prezident. Janob prezident. Oling ishdan Mirzo Mahmudov deganlarni o'rniga boshqani qo'ying. Qadimda Amir Temur ham sarkardalarini almashtirib tashlagan. Vaqti keldi menimcha, u to'yib bo'ldi, qorni to'g'ini. U yoriqda o'tiribdi bola chaqasi. Issiqqina pechkani qo'shib. Nima kelgan bola faqat qishloqlarga keladimi? Shaharlarda ham o'chiringlar. Hamma yerda birday. Tuman markazini yoqib qo'yasizlar-dag'ina, qishloqlarni o'chirib tashlaysizlar. Qachon bu xalq ro'shnolik ko'radi bilmayman endi. Ya prezident almashish kerakmi? Bu narsani qilish uchun. Jonga tegib ketdi. Bunchalik ham xalqni qiynamaslik kerak. Qo'lingdan kelmadimi? Mirzo Mahmudov yig'ishtirib qo'y. Bitib xalqni qiynamasdan. Avliyo bo'lsang ham. U pichoq kelib suyakka qadaldi.